bo'lmadi. Agar olib chiqib kelsangiz harom bo'ldi. Instrumentingiz o'ziniki bo'lish kerak emasmidi? Endi mayli haligi bolgarkani toshi tugaydi, tushunarlik. Lekin shpatlyopkalarda, shpatlilarda ham usti klientga oldirayotgan bo'lsanglar, uyatinglar, Allohdan qo'rqinglar. Payg'ambarimiz aytadilar, kim firibgarlik qilsa bizdan emas. Endi o'sha pul qayerga boradi deng? Aytib qo'ying bo'lmasa, siz hisobingizdan instrument oldi deb qo'ying, chunki u faqat stroy materialga pul to'layapman deyapti, instrumentga to'layapman demayapti u. Imorat qilganlar, yoqdimi gapim? Laysa minna man g'ashshana. Firibgarlik qilgan bizdan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'sha topgan pulingizni qarang, qayerga ketdi? Agar firibgarlik bilan topgan bo'lsangiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ovqat sotayotgan, taom sotayotgan odamning yonidan o'tib qoldilar. Uni yemishiga qo'l tiqib ko'rsalar, pasti namlanib qolgan ekan. Ustiga zo'rini qo'ygan, orqasiga namini tagiga namini solib qo'ygan. Shunda bu nima deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sotuvchi aytdi: "Ya Rasululloh, yomg'ir yoqqanda ozgina nam tegib qopti" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Uni tepasiga qo'ymaysanmi? Odamlar ko'rar edilar." Orqasidan kim aldasa bizdan emas dedilar. Qulpinoy sotadiganlar. Uzum umuman meva-cheva sotadiganlar. Qurtuvor tomonini o'z tomoniga qaratasiz. Oldidan qarasa suratga tushadigan darajada chiroyli. Olsangiz orqasida qurti bor. Nima qilish kerak unda? Termaslik kerakmi? Artmaslik kerakmi? Xullas o'zingiz bilasiz. Chunki qurti yo'g'ini oldim deysizda. Javob shirin dona tuyatish hammasi deydi. Bitta chiqsa pulingizga shubha aralashdi. Bitta chiqsa sizga nima deb bergan edi? O'shuning uchun sizdan 100 so'm yoki 50 so'm qimmat olgan edi. Allohdan qo'rqaylik. Bilmasdan o'tib ketgan bo'lsa mayli. Apkasi almashtirib berdingiz. Ammo bilib turib firibgarlik qilmang. Chunki payg'ambarimiz bunaqa odamdan biz pokmiz deyaptilar. Sallallohu alayhi vasallam. Endi aytayapman, har bitta odam o'zini qilayotgan tijoratida, kasbida o'zi biladi qayerda firibgarlik bor, qayerda to'g'rilik bor. O'sha to'g'ri ishlayotganlarda qarasangiz, topganida baraka ham bor. Endi shu firibgarlikda haligi nima der edi? Ustalarda chola qiladigan ish nima der edi? Ha, nari bera. Harpana qo'ldan o'tib egasiga bizga mas'ul deb qo'yadi. Shunaqa qilayotganlarda qaranglar-da, tiyinga ulab yetkiza olmayapti. Xuddi shu ishni boshqa usta qilyapti, lekin uni ham yo'g'i zo'r. Nimaga desa, firibgarlik qilmayapti-da bu. Birodarlar, mo'l-ko'l, barakali hayot kechirishni siri shu. Siz ishingiz yurishmaydi, yopilaveradi ishingiz, uni ishi yurishaveradi. Sababi firibgarlik yo'q uni. Ikki xil upakovkada qilib keladi zapchasda. Sariq upakovka, qizil upakovka. O'zi bitta Xitoyniki. Modiy koreyskiy deydi. Koreyskiy deydi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir rivoyatda o'zini taomini rosa maqtab sotayotgan odamning oldiga o'tib qoldilar. Muborak qo'llarini unga tiqib ko'rsalar ovqatga, unda buzuq, rasvo taom ham qo'shilgan ekan. Shunda Rasul akram sollallohu alayhi vasallam buni alohida, bunisini alohida sotgin deya yuqoridagi hadisni aytdilar. Man g'ashshana falaysa minna. Oziq-ovqat mahsulotlarini sotadigan do'konlar. Buni ham albatta aytib o'tishimiz kerak, chunki ko'pchilik aka-ukalarimiz kelib shu narsadan shikoyat qiladiki, kechagi srogi o'tgan mahsulotini, srogini o'zini qo'lida bir qandaydir bir jihoz bo'lar ekanmi yo yozuvni o'zgartirib qo'yar ekanmi, yangi narsa deb turib srogini yangilab sotar ekan. Srog o'tnisi chiqib ketgan, uni yangilab qo'yib sotaverar ekan 15 kun. O'zi 10 kunda yoki bir 15 kunda srog o'tnisi o'tadi uni. Ammo bular o'zgartirib qo'yadi, yana 15 kunga cho'zib olib turib, yangi molni sotgandek sotaveradi. Bu harom bo'ladi, bu yolg'on bo'ladi. Bu musulmonlarni aldash bo'ladi, firibgarlik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Laysa minna man g'ashshana." Bizdan emas, bizni oldigan kimsa. Shu narsaga ham e'tibor berib qo'yinglar, do'kondorlar, Allohdan qo'rqinglar. Wal makru wal khadiyatu finnar. Makr va aldov do'zaxdadir deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Musulmonlarga qarshi qilish ko'targan bizdan emas, uylanishdan bosh tortgan bizdan emas. Azada uvoz solib dod deyishlik bizdan emas. Firibgarlik, aldovchilik bizdan emas. 5-hadisimiz o'q otishni o'rganib, so'ng tashlab ketmaslik haqida. O'q otishni o'rganishlik xususan erkak kishilarga bu
lozim va lobut bo'lgan amalki, o'zini vatanini himoya qilish, o'zini yurtini himoya qilishlik uchun kerak bo'lgan narsa. Bu bilan hozir aytganimizdek vatanni mustaqil ushlash, ozodligiga sabab bo'ladigan bir amal. Endi kimdir mana shu o'q otishlikni o'rganib turib, keyin unutib yuboradigan bo'lsa, mana shu ish shariatimizda qoralanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan hadisda, "Mana alimar romya, summa tarakahu, falaysa minna, aw qad asa." Kim o'q otishni o'rganib, so'ng uni tark qilsa, bizdan emas, yoki osiy bo'libdi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, o'q otishni o'rganib turib, keyin esdan chiqarib yuborgan odam ham bizdan emas deyapti. Vatanning himoyasi uchun, yurti bir farovon, ozod bo'lishligi uchun, dushmandan himoya qilishlikka musulmon o'rganishligi kerak va bu narsani unutmasligi lozim bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning laysa minna yoki laysa minni deb boshlagan hadislarini o'qishlikda davom etamiz. O'tgan darsimizda birinchisi musulmonlarga qilich ko'tarmaslik, ikkinchisi uylanishdan, turmush qurishdan bosh tortmaslik, uchinchisi azada uvoz solib yig'lamaslik, to'rtinchisi firibgarlik bilan, bizning tilda aprislik bilan shug'ullanmaslik, beshinchisi o'q otib, o'rganib turib, vatan himoyasi uchun musulmon kishiga kerak bo'ladigan mana shu o'q otishlikni, harbiy ishni o'rganib turib, keyin esdan chiqarib olmaslik. Kim shunday qilsa, bas u bizdan emas dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 5 hadis o'qigan ekanmiz, bugun inshaalloh 6-sidan davom etkazamiz. 6-hadisimiz musulmonlarga qarshi chiqishlik. An Abi Hurayra roziyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam man kharaja min at-ta'ati va faraqa al-jama'ata famata mata mitatal jahiliya. Rasululloh aytadilar, kimki itoat qilishdan chiqib va jamoatdan ayrilib o'lsa, umumiy musulmonlardan ajrab olsa, bitta bayroq tagiga, bitta bir gruppirovkan tagiga o'zini ajratib olsa va mana shu musulmon boshliqqa itoat qilishidan bosh tortadigan bo'lsa, bas u johiliy o'lim topibdi. Johillik o'limini topibdi. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz: "Va man kharaja ala ummati yadribu barruha fajiruha va la yatahasha min mu'miniha va la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni." Kim ummatimga qarshi chiqsa, ularning yaxshisini ham, yomonini ham uraversa, ularning mu'minlariga ham, ahdiga vafo qiladiganligiga ham parvo qilmasa, demak u mendan emas. Umumiy musulmon jamoatini ajramaslik kerak. Yana qaytarib aytaman, bu ummat 1300 yildan oshiqroq muddat davomida to'rala mazhabni to'g'ri deb kelgan. Mana shu ummatda birligi bo'lgan. Mazhablar ummatni birligining ramzi. Ajrab olmaslik kerak ukalar. Payg'ambarimiz aytganlaridek, meni ummatim zalolatning ustida birlasha olmaydi. Bu ummat to'rala mazhabda to'g'riligiga mazhab kerak emas deyotganlar oramizda bo'lsa, yaxshilab bilib olinglar. To'rala mazhabni to'g'ri kerak deb boshi bir bo'lib 1000 yildan ko'proq muddat turdi. Endi kerak emas deyotganlar ajrab olyapsizlar. Faqat tushunmayapsizlar buni. Faqat tushunmayapsizlar. Sizlarda ayrimlarlarda aytgan gaplaringlarda ahli ilm odam o'tirib tahlil qilib bersa o'zingizlarga, gapingizlarda boshida aytgan so'zlaringlar bilan oxirdagisi to'g'ri kelmaydi. Tushunarlimi? Ajrab olmaylar. Ajrab olmaylar. Man qatala tahta royatin immiyatin aw yad'u ila asabiyatin aw yaghdabu li asabiyatin faqutila faqitlatun jahiliya. Kim asabiylikka chaqiradigan ko'r-ko'rona bayroq ostida urushsa, asabiylik degani millatchilik deb tushuninglar. Guruhvozlik deb tushuninglar. Musulmonlar ichida bo'lib turib, bir guruhni bayrog'ini tayinlab olib, boshqalar bilan urushlik. Millatchilik qilishlik. Millatchilik uchun urushib bo'lgan odam johiliy o'lim topdi. Bas bu odam bizdan emas dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Millatchilik qilmaydi musulmon odam.
Da'uha fa innaha muntina degan Rasululloh. Qo'ylar bu millatchilikda, qabilachilik, urug'chilik, albatta bu narsa badbo'y, sassiq narsa deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 7-hadis aldash va buzuqchilik haqida. Musulmon odam o'zini oilasini aldamaydi, xodimlarini aldamaydi, rahbarlarga xiyonat qilmaydi va bu narsaga undamaydi. Bu narsaga undaydigan odamni qo'lidan ushlab, uni to'xtatib nasihat qiladi. Bo'ladi-yu, to'yga borib keladi, kelsa xotinni peli aynib keladi. Hidi ko'payib ketadi. Qayerga bording deysiz. Do'st, qayerga bordingiz deysiz. Desiz, palonchinika deydi. Shularga bormang deysiz, qaytib. O'zi tinch yashayotdingiz, palonchinika borib yoki palonchi kelib ketdi uyingizga, kelsiz, g'alati o'qib qopti-da. Bu bo'ladi. Mana hozir o'qiymiz. Voy, bo'lmabdi. Mana qilasizlarmi? Hech ham bo'lmabdi. Qiladi-yu. O'g'il bolalarda ham bor bu narsa. Hadisda eshitamiz. Man khabbaba abdan ala ahlihi falaysa minna va man afsada imro'atan ala zawjiha falaysa minna. Kimki bir qulni o'zining sayyidiga, o'zining ahliga qarshi buzuqlikka o'rgatsa, bas bu kishi bizdan emas. Kim bir xotinni o'zining eriga qarshi buzadigan bo'lsa, bas u bizdan emas. Kirgizmaylar o'sha xotinlarni uylarga. Kirgizmaylar uylarda sir asroriga. Kirdimi? Voy desa aralashmang. Bu bizning shaxsiy hayotimiz, g'ildiring. Mana alhamdulillah men o'zim boshimdan o'tkazdim. Shomda kelibdi bir bola. Chiqib qo'yasizmi? Shomdan keyin keldingizmi dedim. Domla uzr dedi. Shomdan keyin kelsa chiqmaslikka haqqim bor. Ertaga kelingdan xo'p deb ketdi. Xafa bo'lmadi. Zo'r bo'ldi. Damofonda gaplashyapman. Odamlarimiz alhamdulillah o'lchovlarimiz tuzalyapti. Eshiging tagiga boruvdik, chiqmadi, o'zicha deydi. Sen kelma shomdan keyin. Sen kelma, mo'j yotib olgandir. Mo'j bir qandaydir bir narsa bilan band tur, kelma sen. Bo'lar ekan, yo'q deb qo'y demasdanchi, yo'q deb qo'y. Shuna deymiz-da, to'g'rimi? Gunohni bo'ynimizga olib Yo'q, dadam bor, chiqa olmaydi ekan siz oldingizga. Hozir ziyoratni qabul qila olmaydi ekan desa, xafa bo'lmay ketaveringlar. Va in qila lakum irji'u farji'u. Agar Qur'on aytayapti bizga, qaytinglar desa sizlarga biror chaqirib borganda, qaytinglar huva azkalakum. Mana shu ish sizlar uchun pokiza yo'l. Qo'rqmanglar, birodarlar. Chunki agar u xafa bo'lsa, Qur'on hukmiga qarshi chiqyapti u odam. Chiqmasiz bo'lmaydi, hayot mamot masalasi desa, men boshqa gap endi. Reanimatsionniy holat bo'lib qolsa. Mazkur hadis sharif ayrim rivoyatlarda boshqacharoq keltirilgan. Man khabbaba imro'atan ala zawjiha aw abdan ala mawalihi falaysa minna. Xotinni eriga qarshi gijgijlagan, qulni o'zini mavlosiga nisbatan qarshi gijgijlagan kishi bizdan emas. Tahbib mana xobbaba degan so'z. Opa singilini yoki aka ukasini o'zini juftiga nisbatan qayrab qo'yish. Singil keldi, o'zini ukasini uni xotiniga nisbatan gijgijlab qo'ydi. Bu ishni qilgan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mendan emas deb aytayaptilar. Mashina to'y qilamiz deyapsizlar Sho'raymon bilan. Ishing bo'lmasin seni. Ishing bo'lmasin, aralashma, bu bizning shaxsiy ishimiz. Siz o'zingiz hasrat oltingizni ochuvdingiz, u nima qildi? Maslahatni berdi-da qo'sh tirnoq ichidagi. Ina kelganda kelsiz, ina uydalar buzilib turibdi-da peyla. Jo'natmay o'sha odamlarni oldiga. Unaqa odamni kirgizmay uyingizga. Siz erkak kishi sifatida hovlini xo'jayini palonchi kirmasin deyishga haqqingiz bor. Bilasizlarmi shu narsani? Palonchi kirmasin men eshigimga deydi. Agar kirgizsa gunohkor bo'ladi, osiy bo'ladi ayol kishi. Xullas endi gapirsa gap ko'p, umumiy xulosa shu. Bir kishini o'zini ayoliga qarshi gijgijlagan, qayrab qo'ygan odam bizdan emas. Qulni o'zini sayyidiga gijgijlagan bizdan emas, xotinni o'zini eriga qarshi gijgijlagan bizdan
emas. 8-hadisimiz mo'ylov olmas